Farg'onaliklarning deyarli 90% bu fojia haqida bilmasa kerak. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga. Bu qo'shiq oddiy qo'shiq emas. Bu qo'shiq ortida o'z yurtida zulm chekkan, ezilgan Marg'ilon xalqining nolasi, dardi yashiringan. 1916-yilda imperator Nikolay II Birinchi jahon urushida front ortidagi xizmat uchun bizning yurtimizdan odamlarni majburiy mardikorlikka olish haqida farmon beradi. Farg'onadan 50 ming kishi mardikorlikka yuborish belgilanadi. Albatta odamlar bunga qarshi chiqishadi. 10-iyulda eski Marg'ilonda 25 ming kishi norozilik bildirib, bozor atrofida yig'iladi. Qo'rqib ketgan ma'muriyat zudlik bilan ularga qarshi harbiy kuch yuboradi. 63 kishi otib o'ldiriladi. Ko'pchilik yarador qilinadi. Rivoyatlarga ko'ra, qo'zg'alondan so'ng o'liklarni Marg'ilon yo'liga simyog'ochlarga osishgan va ularga tegishga ruxsat berilmagan. Biroz muddat o'tgach, o'liklarni yeyish uchun Marg'ilon yo'liga qarg'alar galasi uchib kelgan. O'liklarning hidi shunchalik badbo'y ediki, hatto bu hid butun Marg'ilonni egallagan. Bu hid ularning yaqinlariga xushbo'y, handalak misol yoqimli tuyulgan. Axir u yerdagi insonlar kimningdir otasi, kimningdir akasi va kimningdir farzandi edi. Farg'ona haqida qiziqarli ma'lumotlar va yangiliklardan doim xabardor bo'lish uchun Farg'ona bugun sahifamizga obuna bo'ling.